Bugun ko'paytirish jadvali haqida gaplashamiz. Xo'p, diqqat etamiz. 8 ni 7 ga ko'paytirishning oson usuli qarang. Bu liniyaning ustidagi barmoqlar soni ko'paytiriladi. Ya'ni 3 ni 2 ga ko'paytiramiz. 6 bo'ladi va liniya pastidagi barmoqlar soni esa qo'shilishi kerak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya'ni 56. 8 etdimiz 56 ekan. Keyingisi 9 ni 7 ga ko'paytirish. Ya'ni liniya ustidagi barmoqlar soni ko'paytiriladi yana. 3 ni ko'paytiramiz bittaga 3 bo'ladi va liniya pastidagi barmoqlar soni esa qo'shiladi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 63. Ya'ni 9 etdimiz 63 ekan. Yana bitta 6, 9imiz necha bo'ladi? Ya'ni 1, 2, 3, 4 ni ko'paytiramiz bitta barmoqqa 4 yoziladi va liniya pastidagi barmoqlar soni qo'shiladi. 2, 3, 4, 5, 54. Shu va shu kabi qiziqarli misollarni o'rganish uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyalar qoldiring. Xayr.